Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Og'a nima qilyapsiz bu sovuq kunida? Mol qo'ylarga makka chopyapmiz-da. Tog'a, sodda odamsiz-da. 21-asr bo'lsa. Hozir yuring, men sizga Orzon universal drabilkalar ko'rsataman. Nima qilasiz o'zingizni qiynab? Ko'rsatingchi menga. Pastok bo'lsa 150 pastokda ham ishlaydigan ikki xili. Misligi, alyuminligi. Kerakmi sizga? Kerak-da. Yuring tog'a, men sizga ko'rsataman. Yuring. Ho. 21-asrda turibmiz. Nima qilasiz o'zingizni qiynab? Bu drabilkalarni qarang. Hozir Xitoyga dam beradigan akalar ko'payib ketdi zamonda, shunaqa usta akalar. Tog'a, mana drabilkalarni qarang. Xolasiz 150 to'kka. Xolasiz 3,5 amperligi, xolasiz 6 amperligini qilib berishaveradi. Faqat quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasiz. Zakaz bersangiz bo'ldi. Yuz o'tirib telefonda zakaz berasiz, o'zlari olib kelib beradi. Dastlabkasi ham bor ichida. O'rikda ularga dastlabkalar. Hurmatli obunachilar, videoni ko'ringlar oxirigacha. 12 viloyatda dastlabki xizmatlarimiz bor. Biz hozir Yazovon tumanida ko'rsatamiz. Ishlab chiqarish joyidan bilan siflarni ko'rsatamiz. Endi mana bir tosh somonda qanchada chiqaraveradi bu? Aka, xudo xolasa ishlab turib, odam chop tursa 4 minutda chiqarib yuboradi bittasini, ha. Hakikatda mana sizlar uchun yengilliklarda, nima deydi, qulayliklarni formlari chiqishni boshlagan ekanlar. To'fon ostida mana bu drabilkalar buroshdan ko'rsatib hozir bu bunimiz pressni chiqaryapti hozir, so'lov pressi. Mana endi aka arpani chiqarib beramiz. Arpamiz ham hozir ko'rsatamiz. Mana aka arpani qarang. Arpani mana kepak boradi, yana Mana aka. Mo'g'orlar. Akalar mo'g'orlar maydalab tashlagan arpani. Arpani shu holatga keltirdi mana. Mas kundan kunga yangiliklar chiqarib olaveradi akalar. Keyingisiga mana akalar endi So'tali makani hozir chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Mana keyin So'tali. Mana aka, makkamizni mashg'ulotga keltiradi. Makkani mashg'ulotga keltiriladi mana. So'tasi bilan bu. So'ta mardagi bilan. Mardagi bilan. Mana aka. Mardagi bilan mashg'ulotga keltiradi. Bemalol to'g'rilar yeb bersa bo'laveradi. Mana o'sha so'tasi. Bu mahaviykalarmi endi bu? Bu mahaviylar aka mana. Mahaviylar. Ko'pchilik shuni boshqacha tushunib olyapti. 18 ta pichoqli deyilganda mana bunisi ham malatga o'yi ham qo'shiladi aka. Qo'shiladi. Sababi bu donlarni
urib yanchib beradi. Mana bu pichoqlari o'tni hashayda kesib beradi. Ha, kesib mayda qilib beradi. Kuydirilgan kalyonli bo'ladi aka. Mana lista bo'lsa ham gayka boltli bo'ladi, svarka urilmaydi. Mana o'si sinib ketmaydi ancha-munchaga. Xudo xolasa aka, bularga 1 yil garantiyalari bor. Aka-ukalar, mana marhavekasini ko'ryapsizlar? Mana shu pichoqlar ekan, mana maydalab urib beradigan, mana o'zi kesib beradigan ekan. Mana shu narsa marhaveka qalin listdan bo'ladigan aka-ukalar. 1 yilga ishlab chiqarish, mana 1 yilgacha javob ekan ishlab chiqarishiga, maydalab mashinaqa nima qilib berishga, taylab berishiga. Mana narsalari kuydirilgan ekan, ancha-munchaga siqilib ketadigan emas ekan. Hozir sexlarni ham ko'rsatamiz sizlar uchun, sexlarni ham ko'rib olasiz. Bunisi ham mana shu bir xil, ha? Bu aka quyma cho'yan bo'ladi. Quyma cho'yan og'irligini qarang. Og'ir bo'ladi. Xudo xolasa bitta aynalishni boshlagandan keyin to'xtab qolish xususiyatlari kam bo'ladi bunda. Mana bu yengil bo'lsa, bunisi og'ir bo'ladi. Ha, bu ikki xilda, ya. Ikki xil. Bu ham bitta ishni bajaradi, bu Ikkosi ham bitta ishni bajaradi, faqat listligini hisobiga bu jicha arzonroq tushadi. Ha. Shuni hisobiga arzonroq beramiz. Mana bunisi quyma cho'yan bo'ladi, bu jicha qimmatroq bergani uchun biz ham qimmatroq sotamiz. Aka-ukalar, mana quyma cho'yani qimmatroq bo'ladi ekan. Mana listlik uchun sal arzonroq bo'ladi ekan, mana. Ko'ryapsizlar. Endi mana yerda har xilidan bor. Alyumin misligi qaysi birlari? Aka, hozir hammasi bizda alyuminli. Mislarda zakaz qilishsa, zakazga xudo xolasa yig'ib beramiz. Biz motorlarimiz ham bor, faqat ichkarida joyimizda turibdi aka. Sexini ham aka-ukalar ko'rsatamiz. Sexiga kiramiz hozir. Aka, bitta xudo xolasa yig'ib terish jarayonlari bo'ladi, tashqariga kraskalashga chiqariladi. Ustakalarimiz so'patmasini pechkalar qurib ichkarida siqina ishlashyapti. Mana narsalarda motorlarimi nima bu? Aka, mana shu narsalarda mana motorlari keladi. Motorlari keladi. Shu narsalarda motorlari keladi mana. Motorni aytdingiz 3,5 va 3,5 vaqtligini ham 3,5 amper, 6 amper desa 6 amperligini qilib beramiz. Hammasidan qilib beramiz. Hattoki aka mana zakazga 15,5 kilovatlik rabochiy motordan qilyapmiz. Xudo xolasa 2 kunda tayyor qilib egasiga topshiramiz. Bu nima uchun bu? Bu ham bu aka misol firmalar uchun bitta pressda hozir ana kichkina drabilkamizda 4 minutda chiqaradigan bo'lsa, bu 10 sekundda bitta press chiqaradi. 10 sekund. 10 sekundda bitta press chiqaradi. Texnologiya deydi-yu. Endi uni tayyorlash nimalari? Bu tayyorlanish jarayonlari. Bularimiz nechini deysiz bu narsa? Aka, mana bularimiz 1.3 ton bo'ladi. Mana bu yerdan pasi 2 listdan bo'ladi. 2 listdan. Ha. Bular ham ishlashi sifatligi yaxshi. Aka, qo'l mehnatimizga deganda mana svarkalari hamma yo'g'i kiradi, xudo xohlasa 1 yil garantiyasi bor. Endi siz bu tovaringizni dastlabkilar qayerdagacha? Aka, O'zbekistonda globusidan tushib qolmasa bo'ldi. Ha, yer globusi O'zbekiston. O'zbekistonda xaritasidan tushib qolmasa bo'ldi. Buyog'i chegara ketaveradi. Qoraqalpoq. Tayyorga bo'lsa jo'natib beramiz, faqat dastavkasi kelishilgan holatda aka. Hozir bu viloyatlarga dastlabki qo'shiladi. Qo'shiladi, kelishilgan holatda aka. Ularning summasi necha puldan endi bu narsalar? Aka, mana drabilkamizda ko'rsatamiz hozir. Hurmatli aka-ukalar, endi mana sizlarga ishlab chiqarishni o'zim qo'lim bilan ko'rsatib beraman. Mana aka,
Mana shularimiz yengil listda 6,5 kilovatli bo'ladi. Akalar mo'g'oring. Ayol kishi ham yana qayga turaylarni o'rnatib, oylab turmadi. Ko'plarni ishlatadi, avtozalab joyiga qo'yib qo'yadi, yana turaveradi. Aha. 6,5 kilovatli deyiladi aka. Mahaviga yupqalisdan bo'ladigan bo'lsa, joyimizdan chiqayotgan narxi 2 million 100 ming so'm. Aha. Joyimizdan chiqayotgan narxi 2 million 100 ming so'm. 6,5 kilovat faqat mahaviga yengil mahaviy bo'ladi. Og'ir mahalliyda bo'ladigan bo'lsa 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming. 300 ming so'm joyimizdan chiqayotgan narxi. Ha, bo'ldi, tushunali. Dastavkalariga jindek qo'shiladi aka. Mana mahavikalari mana yengilroqmi bu? Yengil lista bo'ladi bu aka. Bu yengil lista bo'ladi, 2 million 100 ming so'm joyimizdan chiqayotgan joylardan narxi. chiqayotgan narxi. Aha. Bu voha tomonlargachi dastavkalari qanaqa bo'ladi? Aka, dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab bor, faqat kelishilgan holatda. Kelishilgan holat. Kelishilgan holatda. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar, hurmatli obunachilar. Dastavkalar kelishilgan holatda 3 ta viloyat, Andijon, Farg'onaga dastavka tekin. Buyog'i voha, buyog'i ketdi, vohaga qarab chiqib ketganda Qoraqalpog'istongacha dastavkalar kelishilgan holatda. Mashinalar bor. Mashinalarimiz bor aka. Xudo xolasa vodiyga bir kun ichida Aha. vohalarga uzoq ketsa 3 kun, 4 kunda yetkazib beryapti. 4 kun yetkazib berilyapti. Mashinalar, ichanali mashinalar bor. Bor aka, o'zimizda shopirlar bor. Yengisi. Bunisi, bu ham mashinlarmi? Bunisi ham o'sha yengil lista bo'lgan. Aha. Mana bulari og'ir lista bo'lgan. Og'ir lista akalar. Mana Og'ir mahaviyli bo'ladi. hozir ko'rsatgan mahavikadan bu og'iridan. Bu ham mana bemalol qayda arkasiga qo'shiladi. Bir ertalab yursa bo'laveradi. To'g'rimi? O'g'rilar. Bu nechili motorlar bu? 4 kilovatli bo'ladi aka. 4 kilovatli motor. 4 kilovatli motor bo'ladi. Asha past to'rtda ishlayveradi. Bemalol aka 150 volt tokka ham ishlaydi, xudo xolasa. To'rtda ishlayveradi. Ishlaydi. Bunisi. Bu endi tayyorlayaptimi? Bunisi endi kraska qilib qo'yildi, xudo xolasa pichoqlarini tersa bu ham tayyor. Tayyor bu ham, xudo xolasa. Tayyorlari bu yoqda mana aka. Tayyorlari bu yoqda. Bunimda asli qalin mahallada. Qalindan aka. Mana bunisi ham qalindan mana. Mashinasi ham qalindan. Bunisini ham ko'rsatingchi. Mana, bunisi ham qalin mahallada. Og'irligini qaranglar. Sizlarga kerak bo'lsa aytib quyidagi raqamlarga aloqaga chiqaverasiz. Tez. Bunaqa transportlar juda tez sotilib ketadi, sababi hozir yangilik kirilyapti, yangilik kelyapti. Hozir Xitoyga dam beramiz degan, mana O'zbekistonda Yazavon tumanida, Farg'ona Yazavon tumanida aka-ukalarimiz, akalarimiz va Xitoyga ham dam beraman deb kundan kunga izlanishdan olib boryapti. Yangiliklar yarataman deb. Aynaqa aka-ukalar.